Akras siz so'ragan kvartira. Nerede deysizmi? Ranch universiteti yandamiz. Unda Ranch universitet. Bu yoqda bo'lsa Mekal. Bu territoriyani biladi. 5 etaj domni birinchi etajında. Shu yerda 5 etaj domni birinchi etajında 60 metr kvadrat bo'lgan ikki xonali tayyor podключ kvartira sotiladi. Eslatib o'taman, tiyinda podvalam bor. Odatda korpuslarning eshiklari 90lik eshik bo'ladi, bir de 120 lik eshik. Bir podyezda 1, 2, 3 dona kvartira. Men sizga sotsak kvartiram shu bo'ladi. Podyezlar ham nisbatan keng. Uyga kirganingizdan keng koridor. Keng eshik bo'lsa baribir yaxshi. Bera bir prixojiy zo'rmi? Bera bir umniy tip prixojiy desangiz ko'shkodan bo'ladi. Hamma vaqtda deyin o'ngdan bo'laversin deb, o'ngdan boshlaymiz. Bu birinchi xona. Oynalari orqa tarafga qaragan. To'liq oboydan chiqqan oyoq kiylari laminat. Aytib o'tishim kerakki, uyni hamma yerini to'liq g'ola do'shab beradilar и hamma oynalara chiroy desimdan jaluzilarni ham qistirib beradilar. Lustra va potolok bo'lsa gipsokardon va natajnoy bilan kombinatsiya qilinib ishlangan. Eng yaxshi yeri televizorning zonalari ham bor. Tayyor. Bu yerda esa ikkinchi xona. Ne deydi? Bir detskiy bo'ladi yo spalniy bo'ladi. Bu ajana deysizmi? Imba Ariston. Inan bir narsa bo'lsa, duh-konturli kotel bo'ladi. Imbellar ham registrlari kelib turibdi. Uning отопление sistemasi tozalab beriladi. Yana bir yaxshi yeri bu yerda oshxonasi, qarang. Bu yerda duh-konturli kotel qo'yiladi-ku, keyin tonni bir bilan depaga kuxulni tozadan qo'yib beriladi. Aytib o'tganim to'liq hamma yeri g'oli do'shaladi. Abo'lar ne deydi? Bu mebellar ham qoladi. Bu yerda esa sanuzul, Ariston va imbera tozadan simstitil qo'yib beriladi. To'liq sharoit bo'ladi hamma narsaga. To'g'ri kelib, yashayaradan aytib beriladi. Nima deysiz, plana dostoynimi? Muborak bo'lsin.